Nega ayrim insonlar qancha ishlamasin, baribir qarzdan chiqa olmaydi? Sababi ularning fikrlashidadir. Chunki inson qarzdan chiqish uchun avvalambor u ruhan bosimga emas, hamyoniga e'tibor berish kerak. Chunki ko'pincha oladigan bo'lsangiz, qarz olgan insonlar o'zini kimlarnidir oldida isbotlamoqchi bo'ladi. Qimmat telefon oladi, to'y qiladi, mashina oladi, lekin uning keti nima bilan tugashini o'ylashmaydi. Insonning ichki bo'shlig'i pul bilan to'lmaydi. Chunki psixologiyada bitta haqiqat bor. Inson o'z ongini, fikrini, hissiyotini boshqarmas ekan, qancha ishlamasin, qancha pul topmasin, baribir aylanib qarzga qaytib keladi. Esda tuting, qarzdan chiqish ko'p pul topishdan emas, o'zini boshqarishdan boshlanadi. Agar sizga qarzdan chiqish bo'yicha psixologik yechim qiziq bo'lsa, izohlarda plus belgisini qoldiring.